Mehribonlik inson tabiatining mukammalligidir. Avtori Muhammad Yusuf. Mehribonlik inson tabiatining mukammallashganligi bo'lib, mehribonlik degan insonni boshqalarning azoblanishlariga, qiyinchiliklarga ich ag'irtadigan, uni xalos qilishga tirishadigan, boshqalarning xatoliklariga afsuslanib, ularning to'g'ri yo'l tepishini umid qiladigan, holga keltiradigan bir axloqiy mukammallikdir. Bizning dinimiz mehribonlikni insonlarga emas, balki butun jonliqlarga qilishga buyurgan. İnsanlar bir-biriga kuyinish va mehribonlik ko'rsatish orqali bu hayotlikda o'zini va boshqalarni baxtli yashata oladi. Mehribonlik tuyg'usi bo'lmagan qalbdan yaxshilik kutgili bo'lmaydi. Navoda insonning tuyg'usi xunuklashsa va tosh yurak bo'lib ketsa, u o'zini boshqa jonliqlardan intayin tuvan o'ringa tushirib qo'ygan va jonsiz metallarga o'xshash hech narsa ta'sir qilmaydigan va hech narsani his qilmaydigan bo'lib qoladi. Chunki insondan boshqa jonliqlardami mehribonlik, kuyimchanlik va o'zaro hamkorlash bor bo'lgan yerda inson shu jonliqlarchilik bo'la olmasa, uning insonlik xislati qolmagan va boshqa jonliqlardami tuvan o'ringa tushib qolgan bo'ladi. Koinotning yaratquchisi eng mehribondir. Mehribonlik uning sifatlaridan biridir. Chunki u mehribonlikni yaratgan va qalblarga uni baxsh etgan zotdir. Kişiler arasındaki özara köyünüş ve mehribonlik aşı mehribonlikning iznasıdır. Kriz zamanında ko'rsatilgan mehribonlik unutilmaydi. Barliq jonliqlarga yaxshilik qilish islom dinimizning tashabbusi va insonlikning xislati bo'lgandek, insonlar yordamga qattiq muhtoj bo'lgan kriz zamonlarida ularga mehribonlikni ko'rsatishning savobi va ajri albatta katta bo'lganligida shak yo'q. Peygamber aleyhisselam kişilerinin hajatini ravo qilib berishga tashabbus qilib, kimki birər musulmon odamning hajatini ravo qilib bersa, Allohning uning hajatini ravo qiladi degan. O yana banda o'zining musulmon qeyrinishining yordamida bo'lgan muddatcha Alloh uning yordamida bo'ladi degan. Peygamber aleyhisselam o'zimi hamisha kishilarning qiyinchiligini hal qilish, hojatlarini ravo qilish bilan bo'ladi. Her qandaq adam Peygamber aleyhisselamdan tartınmayla özünün hacetini so'raydi. Peygamber aleyhisselamı onu ravo qilish uchun qo'lidan kelganini qiladi. Hatta yo'lda ketib barsimi kishilar uning yo'lini to'sib turib, o'zining qiyinchiliklarini bemalol aytadi. Ba'zi namrat kishilarni Peygamber aleyhisselam qo'l ilkida bar sahobalarning uyiga ilib berib, hajatini ravo qilib beradi. İşqilib Peygamber aleyhisselamның huzuriga kelgan adam hajatini ravo qilmay qaytmaydi. Cerr ibn Abdullah raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kuni Peygamber aleyhisselam masjidda sahobalar bilan birga o'ltiradi. Necdi tarafdan Muzar qabilasining odamlari ochliqdan, yo'qsullikdan va chorsizlikdan dardlanib Peygamber aleyhisselamның huzuriga kirib keladi. Ularning qattiq kambag'allikdan nihoyatda kiyimlari ko'na va yirtiq edi. Ularning chiroyidan g'amginlik chiqib turadi. Payg'ambar alayhissalom ularga qattiq ich og'irdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom munbarga chiqib xutba o'qiydi. Xutbada Alloh taolo taqvodorlikqa va xayr ihson qilishga buyurgan oyatlardan bir qanchisini o'qiydi. Ondan jamoatga: "Sadiq qilinglar. Sadiq qilolmaydigan bo'lib qilishdan burun sadiq qilinglar. Sadiq qilinglar. Birər dinar bo'lsimi, birər dirham bo'lsimi sadiq qilinglar. Buğday bo'lsimi, arpa bo'lsimi sadiq qilinglar. Bir xurmaning yarmi bo'lsimi ilib kelinglar. Sadiqadan hech narsa oddiy sanamanglar" deydi. Shu chaqda ansarlardan biri Payg'ambar alayhissalomning yonidagi hamyonni uzdi. Hamyanning ig'irligidan Payg'ambar alayhissalom uni ikki qo'lida aron tutdi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalomning qattiq xushal bo'lganligi chiroyidan jilvilindi. Ondan boshqa sahobalarmi uylariga ketib, hammasi bir narsa elib keldi. Natijada ikki dova ochliq va kiyim-kechak to'plandi. Payg'ambar alayhissalom buni ko'rib, texmi xushal bo'lib ketdi va Alloh taologa hamd sano aytdi. Ondan uni heliqi yo'qsullarga taqsim qilib berdi. Mehribonlik qilmaydiganlar mehribonlik ko'rolmaydi. Odam ba'zida do'stlariga uchrashganda xush chiroy ochdi. Farzandlariga kuyindi. Oilasizlarga mehribonlik ko'rsatdi.
Bu hamma kishida tepildigan bir ahvol. Buni har kim qila oladi. Ammo bütün insonlarga kuyinish, tonimaydigan birining mahoyisini ravo qilish, boshqalarning farzandlariga, xususan yetimlarga, ularni o'z farzandim emasku demasdan mehribonlik va g'amxo'rlik qilish, qo'shnilarga, xizmatdoshlariga, uchrashgan har qanday kishiga mehribonlik ko'rsatish fazilatli kishilarning xislatidir. Mundaq kishilar Allohning va xalqning sevgisiga sazovor bo'ladi. Bir hadisdə kişilərə mehribonlik qılmagan odamga Allah mehribonlik qilmaydi deb kelgan. Ba'zi kishilar o'zlariga sovg'a qilingan bu mehribonlikdan iborat asl xislatni qabul qilmasdan, uning yo'liga tosh to'siqlarni qo'yib, uning iqidini uzib tashlaydi. Hatto kishilarning chiroyiga tabassum bilan qarashdan iborat hech qanday kuch yoki badal talab qilmaydigan oddiygina mehribonlik ishorasini ko'rsatishga bexillik qiladi. Atrofidagilarga ochiq chiroy ochmaydi. Farzandlariga qo'pol muomalada bo'ladi. Do'stlarini ranjitadi. Qo'shnilarini bezor qiladi. Xizmatdoshlarini rahatsiz qiladi. Mundaq insonlar o'zlarini va boshqalarni baxtsiz qilgandan boshqasiga erisha olmaydi. Allohning va xalqning nazaridan tushib qoladi. Mehribonlik bütün jonliqlarda o'rtaq xislat. Mehribonlik bütün jonliqlarda bo'ladigan o'rtaq xislatdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqiqatni bayon qilib, mundaq degan: Allah mehribonlikni yuzga bo'lib, uning birini zaminga avatgan. Ashu biri bilan maxluqotlar o'zaro mehribonlik qilishidi. Hatto hayvon bolasiga dastlab silishni ansirab tuyuqini ko'tirdi deb ko'rsatgan. Demak, mehribonlik insonlarga xos emas, balki barliq jonliqlarda bor bo'lgan bir xislatdir. Mehribonlikning doirasi intayin keng bo'lib, yetimlarning beshini silash, ojizlarga yordam qilish, hojatmanlarning hojatini ravo qilish, hayvonlarga rahim shafqat qilish, ularni asrash va kuyinish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob raziyallohu anhu bir odamning bir qo'yni o'ldirish uchun putidan so'rab ketayotganligini ko'rib qilib, uningga: "Hay seni, uni o'limga siliq yetilab mang" deb qo'ygan. Chunki hayvonmu insonga o'xshash og'riq his qiladigan jonliq bo'lgan ekan, uning jinini og'ritmaslikmi mehribonlikdir.